Salom, Shiribom shouning sevimli muxlislari. Har doimgidek yana yakshanba sizlar bilan men Mr. Shiribom va bu siz sevgan shouning yangi hayratlanarli soni. Har doimgidek butun O'zbekistondan kelgan ishtirokchilarimizga eng qiziqarli bellashuvlarni va eng ajoyib sovrinlarni tayyorlab qo'ydik. Televizor oldiga yaqinroq keling va diqqat bilan kuzating. Biz boshladik. Shiribom shouning har bir sonida 9 nafar bolakay ishtirok etadi. Har bir guruh ishtirokchilari bittadan qiziqarli topshiriqni bajaradi. 3 nafar bolakay ichida kim chaqqonligini va epchillik qilsa, final sari yo'l oladi. Finalga o'ta olmadim deb xafa bo'lishga hojat yo'q. Ishtirokchilarimizga esdalik sovg'alarini taqdim etiladi. Shouning final bosqichida 3 nafar bolakay bellashadi va ularni sovg'alarga to'la bo'lgan ajoyib barabanlar kutadi. Shiribom shouning omadli ishtirokchilarini birinma-ketin e'lon qilamiz. Mirodilov Amirxon, marhamat kutib olamiz. Gulyamjonov Ismoiljon, qani? Ahmedova Kamola, negadir qarshiligida eshitilmayapti. Manarbek Amir, qarshilar bilan kutib olamiz hamma ishtirokchilarimizni. Nodirxonov Muhammad Boburxon, Faxriddinov Muhammad, Shuhratbekov Said Umar, Ubaydullayeva Vasila, Nodirxonov Muhammad Yusufxon. Barcha ishtirokchilarimiz o'z joylarini egallab olishdi. Shiribom kayfiyatlar bom-bom. Mana endi ko'tarinki kayfiyat bo'ldi. Xo'sh, birinchi bo'lib nimadan boshlashimiz kerak? Kimlar qani? Oranglar qo'shilib olaman. Hop. Mandalan ushla. Yo'q, birinchi bo'lib akvariumdan boshlaymiz. Biz sizlar bilan hozir akvariumni paydo qilishimiz kerak. Qani, bundoq qilamiz qo'llarni. Ho'yt! Ko'rdinglarmi qo'lni paydo qo'yganni? Zo'rmi? Endi bu akvarium ichidan hozir birinma-ketin sizlarga koptokchalar tarqataman. Faqat qaramasdan olamiz. Hopmi? Boshidan boshlab. Qaramasdan koptokchalarni olamiz. Ketdik. Bosh. Aralashib ketdi bu. O'rama bo'lib. Bosh qana? Ha? Bosh. Qana? Koptokchalarni oldinglar, to'g'rimi? Kimda birinchi raqam bo'lsa, bir qadam oldinga chiqamiz. Birinchi raqam. Demak, shu raqamlar sardor bo'ladi. Hozir guruhlarga ajralganimizdan so'ng orqaga qaytamiz. Demak, guruhga ajralish uchun bizga rangliroq kiyimlar kerak bo'lyapti. Sizlarni rangli qilamiz hozir. Demak, 1, 2, 3. Ana endi boshqacha bo'ldi. Endi bizga kerak bo'ladi tuxum. Ana tuxumlar joy-joyiga tushdi. Endi bir qadam oldinga sardorlar chiqadi. Bir qadam o'zimizdan oldinga chiqamiz. Siz, to'g'rimi? Bir boshdan boshlab tuxumni olasizlar, sardorlar. Olagan tuxumingizni. Olagan tuxumingizni. Va bu sizga bo'ladi sardormingiz. Bo'ldi, o'z joyingizga qaytinglar. Endi birin-ketin ochamiz. Joy-joyingizga qaytib olinglar. Xo'sh, bering. Qani nima? Xo'sh. Zigzag sharti. Qarshilar bo'lsa. Xo'sh, keyingi nishonga tekkizing sharti. Qani? Keyingisi Xo'sh, nima? Qaysi shart ekan? Quvnoq ko'prik. Zo'r shart. Xo'sh, demak biz endi shartlar bilan tanishib chiqdik. Birinma-ketin shu shartlarni bajaramiz. Qani, ketdik. Shiribom shouda ishtirok etishni istaysizmi? Buning uchun atigi 3 ta shartni bajaring. Shiribom shou logotipi tushirilgan mahsulot ichida maxsus QR kodni toping. Shiribom ilovasida ro'yxatdan o'ting. Ilovada QR kodni skaner qiling yoki noyob raqamingizni ro'yxatdan o'tkazing. Shunda siz Shiribom shou ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng muhimi, qancha ko'p QR kodlarni skaner qilsangiz, ishtirokchi bo'lishga imkoniyatingiz shuncha ortib boradi. Shiribom shouda ko'rishguncha. Zigzag. Ishtirokchi oldida maxsus konstruksiya turibdi. Ishtirokchi to'pni ishga tushirib, uni muvozanatda ushlab, chelakka tushirish kerak. Vaqt 1 daqiqa bilan cheklangan.
Demak, biz birinchi shartlarimizni ham boshlashga tayyormiz. Bu shartimizning nomi zigzag deb nomlanadi. Bizning birinchi ishtirokchimiz Muhammad Yusufxonni taklif qilamiz. Marhamat, Muhammad Yusufxon. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, bom boshladik. Qarsiylar eshitilmayapti, qani? Xo'sh. Yaxshi, tushirib yubormasdan. Hop. Yaxshi. Yaxshi ketmoqdasiz. Epchillik bilan tushib ketmasin faqat. Tushib ketmasin. Yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingisi. Qancha ko'p tushirsangiz o'zingizga yaxshi. Xo'sh. Muhammad Yusufxon juda ham diqqatli bola ekanlar. Muvozanatni yaxshi ushlar ekanlar. Ko'z tegmasin, qani? Davomiy bo'lsin. Qani. Hop, yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Davom etamiz. Hop. Keyingisi davom etamiz. Stop, bizning vaqt tugadi. Muhammad Yusufxon, gap bo'lishi mumkin emas. Misol uchun, men ikkita shartni tushira olmasdim, hattoki bittasini ham. Siz qoyilmaqom bajardingiz ushbu shartni. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Yashil guruhning ikkinchi ishtirokchisi Muhammadni taklif qilamiz. Marhamat, Muhammad. Qani. Qarsaklar ostida sizni kutib olishmoqda, mana. Joyingizni egallang, shartlar bilan tanishsiz, to'g'rimi? Qaytarishim shart emas. Demak, bom, qani boshladik. Yaxshi. Azgina muvozanatni yo'qotdingiz. Qani. Qisqasi yo'q, qani. Ketdi. Xo'sh. Hop. Tushib ketdi. Muvozanatni ushlang, muvozanatni. Xo'sh. Voy. Mayli, yo'q. Hali bizda vaqt bor. Muhimi bu yerda shoshilmaslik. Qani? Shoshilmasdan. Endi shoshilmaslik deganda vaqtni ham e'tiborga olish kerak albatta. Stop! Vaqtimiz tugadi. Hechqisi yo'q. Keyingi o'yinlarda omad tilab qolaman. Joy-joyingizga o'tirib olishingiz mumkin. Qarsaklar hozir kuzatib qo'yamiz. Yashil guruhining so'nggi ishtirokchisi Saydumarni taklif qilamiz. Albatta qarsaklar ostida. Marhamat Saydumar, joyingizni egallashingiz mumkin. Demak, tayyorsiz, to'g'rimi? Ha. bom, qani boshladik. Shoshmasdan, muvozanatni ushlab, e'tiborli bo'lib. Hop, chiqsa yo'q, qani. Keyingisi. Mayli, qani. Mayli. Oxiriga kelganda muvozanatni yanada ko'proq ushlang. Tushib ketyapti. Menimcha shu ko'p egib olyapsiz. Ana yerda do'stlaringiz ham shoshilmaydi. Shoshilmasdan faqat sal yanada shoshilibroq, chunki vaqtimiz chegaralangan. Qani ketdik. Mayli, qani ketdik. Hayajonlanmasdan siz eplisiz. Stop! Vaqtimiz tugadi. Hechqisi yo'q. O'z joyingizni qarsaklar ostida egallashingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek azizlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bu o'yinimizda Muhammad Yusufxon g'olib bo'ldi. Qarsaklar bo'lsa va biz keyingi guruhning shartlari bilan tanishamiz. Stolda 3 ta stakan. Ishtirokchi har bir stakanga ping-pong to'pini stolga urib tushirish kerak. Kim 3 ta to'pni tezroq stakanga tushirsa, o'sha g'olib bo'ladi. Vaqt 1 daqiqa bilan chegaralangan. Va nihoyat, mana ko'rib turganingizdek, sariq guruhning shartiga ham yetib keldik. Bu shartning nomi nishonga tekkizing deb nomlanadi. Va bizning birinchi ishtirokchimiz
Amir, marhamat, Amirni kutib olamiz qarsaklar bilan. Demak, Amir tayyorsiz, to'g'rimi? Demak, qani? Shi, ri, bom, qani ketdik. Yaxshi. Qani? Birinchi o'rin chomon emas, yaxshi. Qarsaga eshtilmayapti nimagadir. Olqishlar bilan. Va birinchisi bor, ikkinchisiga o'tamiz. Yo'q, u yoqqa o'tamiz. Ikkinchi bakalga o'tamiz. Ikkinchisi ham bor. Shuni tushirsangiz bo'ldi. Qani? Hop, stop! 22 soniyada ushbu shartni to'laqonli ravishda Amirxon bajarib bo'ldilar. Qarsaklar bo'lsin. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz Amirxonni. Va biz ikkinchi ishtirokchimiz Vasilani taklif qilamiz. Vasila, marhamat, qani? Shahdam qadamlaringizlar tayyorsiz. Tayyor bo'lsangiz, shi, ri, bom. Qani boshladik, qani? Xo'sh. Mo'ljallab turib. Xo'sh. Qani. Hop. Qarsaklar yetishmayapti menimcha. To'g'ri qaror. Yaqinlarini motivatsiyasi yetishmayapti. Xo'sh. Yo'q, mo'ljallab turib Vasila. Hop. Chiqisi yo'q, qani? Bittasi bor. Ikkinchisini tushiring, qani? Voy, ozgina qolgandi-ya. Mo'ljallab turib. Vaqtimiz oz qolmoqda, Vasila. Yaxshilab. Shoshmasdan. Stop! Vaqtimiz tugadi, Vasila. Bir dona ham, bu ham bitta katta yutuq misol uchun. Tabriklaymiz. Qarsaklar bilan joyingizga egallashingiz mumkin. Sariq guruhining so'nggi ishtirokchisi Muhammad Boburxonni taklif qilamiz. Marhamat, Muhammad Boburxon. Shahdam qadamlar bilan kelishingizga qaraganda uchalasini tezlik bilan to'ldirib tashlaysiz menimcha, to'g'rimi? To'g'ri. Shi, ri, bom, boshlaylik, qani. Ismimiz bir xil ekan. Uyaltirmang, sharmanda qilmang. O, birinchisi bor. Yaxshi, olqishlar. Hech kim olqishlamaydimi Muhammad Boburxon? Voy, ikkinchisi ham bor, ko'rdinglarmi? Voy, shuncha ham stop. 30 soniyada Muhammad Boburxon ushbu shartni to'laqonli bajardilar. Sizni tabriklayman. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, bu shartda 22 soniyada Amir to'laqonli bilan bajarib, ushbu shartni g'olibi bo'ldilar. Tabriklaymiz, qarsaklar bo'lsa. Va biz keyingi shartga o'tamiz. Qani ketdik. Quvnoq ko'prik. Ishtirokchining vazifasi aylanayotgan stolda to'pni harakatlantirib, uni aniq nishonga tushirish. 4 ta nishonning barchasiga tushirish talab qilinadi. Vaqt 1 daqiqa bilan cheklangan. Ko'k guruhning shartlariga ham yetib keldik. Bu shartning nomi Quvnoq ko'prik deb nomlanadi va bizning birinchi ishtirokchimiz Amirxonni taklif qilamiz. Marhamat, Amirxon. Qarsaklar bilan kutib olamiz. Amirxon, joyingizni egallashingiz mumkin. Qalisiz? Demak, tayyormisiz? Shartlar bilan tanishib chiqdingiz. Tayyor bo'lsangiz, qani? Demak, shi, ri, bom, boshladik. Qani, davom etamiz. Yo'q, qani? Davom etamiz. Bitta ketadi-ku. Voy, ozgina qolganda. Yo'q, qani ketdi. Mana shu turib qolganlarni ham tushirib olish mumkin. o bitta. Birinchisi bor, yaxshi. Voy. Ozgina qolganda. Ikkinchisi bor. Ikkinchisi ham tushib qolishi mumkin. Hech gap emas. Ikkinchisi ham bor. Uchinchisi ham bor. To'rtinchisi. Qani? Amirxon to'rtinchisi, qani? To'rtinchisi. Faqat urib yubormang. Yodigini urib yubormang. Yordam bo'lish uchun men buni olib turaman. Qani? Voy, ana bittasi. Shu bittani urib yuborsangiz bo'ldi. Shu olardi. Qani sekin o'rganingizda tushib qoladi. Qani? Oxiri. Stop! Vaqt tugadi. Siz
uchtasini joy-joyiga tushib qo'ydingiz. Amirxon, sizni tabriklayman. Qarsaklar bilan sizni kuzatib qo'yamiz va ko'k guruhimizning ikkinchi ishtirokchisi Kamolani chaqirib qolamiz. Marhamat Kamola. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. Qarsaklar bilan kutib olamiz, albatta. Demak, tayyorsiz, to'g'rimi Kamola? Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, sizga omad tilagan holda Shi'ri bom deyman, boshlaymiz. Xo'p. Shi'ri bom boshlandi. Qani? Yaxshi, boshlanishi yomon emas. Yomon emas. Qani? Va bor, birinchi koptok bor, qarsaklar bo'lsin. Ikkinchisi ham bor bo'lishiga ozgina qolgandi, lekin sal qattiqroq ot olasiz. Qo'sh, sal qattiq bo'lib ketadi Kamola. Sekinroq siz. Mana shuni ham tushirib qo'ysiz bo'ladi. Lekin o'zi tushishi ham bor. O, ikkinchisi ham bor. Yaxshi, uchinchisiga harakat edi, qani. Uchinchisi ham tushib qolishi mumkin, hech gap emas. Qani? Uchinchisi, qani. To'pni tushishgan gap. To'p. Uchinchisi ham bor. To'rtinchisi mana shu oxirgi to'g'ri sekinlik bilan sekinlik nima bor? To'rtinchisi oxirgisini. Sekin. Hop. To'rtinchisi ham stop. 59 soniyada bajardingiz. To'rttalasini tushib qo'ydingiz 59 soniya. Agar 1 soniyaga kechikkaningizda hisobga olinmasdi. Qarang, qanday baxt. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz Kamolani. Gap bo'lishi mumkin emas. Va biz so'nggi ishtirokchimiz Ismoiljonni taklif qilamiz. Marhamat Ismoiljon. Qani shaxtdan qadamlarga kelincha tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, Shi'ri bom dishim bilan boshlaymiz, xo'pmi? 1 daqiqa vaqtingiz bor. Shi'ri bom, qani boshladik. Xo'sh, keyingisi. Qanaqa? Birinchisi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani? Ikkinchisi ham. Qani? Ikkinchisi. To'g'ridin olib tashlashga urinmayman, menimcha. Diqqat bilan. Ozgina qolganda. Ikkinchisi ham bor. Qani uchinchisiga harakat. Qani uchinchisini. Uchinchisiga ozgina qolganda. Uchinchisi ham bor, gap bo'lishi mumkin emas. Qani? To'rtinchisiga harakat. Qani? To'rtinchisi ham menimcha o'xshaydi. Stop! To'rtinchisi ham bor. 58 soniyada siz ushbu shartni to'laqonli ravishda bajardingiz. Qarsaklar bo'lsin. Bundan kelib chiqadiki, bizning bu shartimizda g'olib Ismoiljon. Qarsaklar bo'lsin va biz finalga qarab yo'l olamiz. Qani ketdik. Demak, bolajonlar, sizlarni ushbu shouda ko'rganimdan bag'oyat xursandman. Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Shi'ri bom, kayfiyatlar bomba! Ishtirokchi maxsus stolning markaziga o'tiradi. Ishtirokchining ko'zlari esa bog'langan. Ishtirokchi 8 ta urinish ishlatib, aylanayotgan barcha sharlarni yorish kerak. Eng ko'p sharni yorgan ishtirokchi esa g'olib bo'ladi. Ushbu final shartimiz samuray deb nomlanadi. Tayyormisiz? Da. Shi'ri bom. 1 2 3 4 5 6 7 8. Stop. Demak, ko'rib turganingizdek Muhammad Yusufxon qattiqroq urmaganlari sababli bir donasini yordilar. Va bu ham katta yutuq. Ko'z bekilgan holatda yanada qattiqroq urganingizda shu paqillab yorilib ketardi. Omad tilab qolamiz. Qarsaklar bo'lsin. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Demak, Amir, tayyor bo'lsangiz, Shi'ri bom deyman, boshlaysiz, xo'pmi? Shi'ri bom. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bo'ldi, stop. Qani yerisanimiz? 1 2 3. 3 ta sharni yoribsiz. Qarsaklar bo'lsin Amirga. 3 ta sharni yoribdilar va biz
keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Ismoiljon, tayyor bo'lsangiz, Shiribom deyman, boshlaymiz, xo'pmi? Hop. Demak, Shiribom, qani boshlaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 stop. Siz 1 2 3 4 ta sharni yoribsiz. Olqishlar bo'lsin. Va bundan kelib chiqadiki, Ismoiljon g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz. Birinchi o'rin Ismoiljon, ikkinchi o'rin esa Amir, uchinchi o'rin esa Muhammad Yusufxon. Qani ketdik. Va nihoyat siz kutgan Shiribom show sehrli barabaniga ham yetib keldik. Bizning ishtirokchimiz Muhammad Yusufxon, marhamat. Qani qarsaklar ostida o'z joyingizni egallang. Shiribom dishim bilan aylantirasiz, xo'pmi? Qani Shiribom, qani ketdik. Aylantiring. Xo'sh, nima tushunar ekan? To'g'risini ayting, nima niyat qilgandingiz? Fotoapparat. Shu paytgacha hech kim tanlamagandi fotoapparatda. Ya o'tib olamiz. Muhammad Yusufxon, bundoq turib olsangiz, hammaga ko'rinib turasiz. Qani, qarasangiz bo'ladi. Qarasangiz bo'ladi, lekin shunda turgan holda. Obbori sekinlashib bormoqda barabanimiz. Oke, Megabom. Megabommi? Megabom shuni qolyapsizmi? Xo'sh. Bizda nima chiqar ekan? Velosiped, o'yinchoq, mikrofon, Megabom, o'yinchoq, fotoapparat, o'yinchoq. Qani nimada to'xtar ekan? Ko'ramiz. Hayajonli daqiqalar, azizlar, hayajonli daqiqalar. Fotoapparat, o'yinchoq, Samakat! Qarsaklar bo'lsin. O'z samakatingizni olishingiz mumkin. Qani? Marhamat. Samakat muborak bo'lsin deb qolamiz. Oling, bu sizniki endi. Mazza qilib mahallada changitib uchasiz. Qarsaklar bo'lsin, o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Va biz keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Amir, marhamat Amir, qarsaklar ostida Amirni kutib olamiz. Amir, qani, dadil qadamlar, shahdam qadamlar bilan kelamiz. Xo'sh. Boshlaymizmi? Demak, Shiribom, qani? Ketdi. Xo'sh. Nima tushdi? O'yinchoq, qarsaklar bo'lsin. Qani Amir, xohlagan o'yinchog'ingizni tanlang. Qani, qaysi o'yinchoq? Wow, zo'r tanlov. Aqllilar o'yini. Qarsaklar bo'lsin. O'z joyingizni egallashingiz mumkin va bizning keyingi ishtirokchimiz Ismoiljon. Marhamat Ismoiljon. Qani. Bu yerni egallab oling, qani. Demak, Ismoiljon, tayyormisiz? Ha. Tayyor bo'lsangiz, Shiribom, qani aylantiring. Xo'sh, Ismoiljon. Bu yoqqa o'tib olamiz, sekinlashmoqda ko'rish uchun. Megabom, PlayStation, elektrosamokat, notebook. Qarsaklar bo'lsin. Sizning notebookingiz mana shu yerda bo'lishi kerak. Tabriklaymiz, notebook muborak bo'lsin. Qarsaklar. Va hamma ishtirokchilarimiz mana sovg'alarni olishdi va biz hammamiz yig'ilamiz. Shiribom showda sizlar bilan ko'rishganimdan bag'oyat xursandman. Demak, xursandmisizlar? Ha. Juda ham xursandsizlar, to'g'rimi? Ha. Shiribom, kayfiyatlar bom. Молодцы. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizni Zo'r TVda kuzatishda davom eting. Aytgancha YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Agar siz ham Shiribom showda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ushbu ko'rsatuvni oxirigacha ko'ring, tushunib olasiz. Shiribom, kayfiyatlar bom. Shiribom showda ishtirok etishni istaysizmi? Buning uchun atigi 3 ta shartni bajaring. Shiribom show logotipi tushirilgan mahsulot ichida maxsus QR kodni toping. Shiribom ilovasida ro'yxatdan o'ting. Ilovada QR kodni skaner qiling
yoki noyob raqamingizni ro'yxatdan o'tkazing. Shunda siz Shiribom Show ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng muhimi, qancha ko'p QR kodlarni skaner qilsangiz, ishtirokchi bo'lishga imkoniyatingiz shuncha ortib boradi. Shiribom Showda ko'rishguncha.